Yaxshimisilar do'stlar, men Afash bugun so'zlaydiganimiz bo'lsa, Yiyujing xomushlik keslik. Xomushlik keslik demizlar. Yiyujingninki men meditsinadagi tarjimasi xomushlik keslik ekan. Men burun xomushlik keslik desa, divan, aqli o'sha joyda emas, menda bir xomilla kallam keldi, lekin bilvelinglar sizlarmi? Chunki sal turib bu xomushlik degan ko'p so'zlandi. Shunga Yiyujing deganimiz xomushlik keslik. Endi bu filmda men shu Bijandagi Shinchi Juntango degan apjoninki ratlagan mazmunni munosabatli tarjima organlarining yordamida tarjima qilib chiqdim. Bu film doktor ko'rsatmasi emas, kasbiy tibbiy maslahatma emas. Film mazmuni faqat kitoblar bilan kasbiy materiallarni ratlashdan kelgan. Tibbiy yordamga ehtiyojingiz bo'lsa, muntazam doktorxonaga berib, kasbiy doktorga ko'ring. Ba'zi mazmunlarda nuqson bo'lishi mumkin. Inkas rayonida tang tuzitish berishinglarni umid qilaman. Ana men xomushlik keslini deyishdan burun, men xomushlik kesli bilan tushkunlik degan kayfiyat o'xshamaydigan narsa edi. Yiyu bilan Yiyujing degan o'xshamaydigan narsa. Yiyujing degan o kasal u. Yiyu degan o faqat chingshu ganjue kayfiyat. Shunga tushkunlik deganni kasallik deb bilganmanglar. Xomushlik kesli deganimiz kasal. Tushkunlik degan bir alomat, bunda bir kayfiyatning atalg'isi faqat. Xomushlik kesli piyingizga tushgan tayg'onga o'xshaydi. Aman bir kapam tishlashdan qasd yurdi. Mana bu Churchillning xomushlik kesli haqida o'qitishi. Churchill deganimiz Churchill, Ikkinchi dunyo urushi vaqtidagi Angliyaning bosh vaziri. Bu tayg'on orqamdan agishib yurib, meni bir tishlandan talab tugatmoqchi degan. Churchillning xomushlik keslining azobini umr bo'yi tatgan ekan. Nurg'un kishilar psixik besimga uchrayotganlarni to'g'ri tushunmaydi. Hattoki ularni tanqid qiladi. Ta'vunazuk, bardoshlik kuchi ojiz deb qaraydi. Ba'zilarning qarashicha ichmanbalik xomushlik kesli ne yuan Yiyujing ichmanbalik deganimiz. Ichmanbalik xomushlik kesli bemorlarga ko'proq hamroh bo'lsalar, doim madad bersalar yaxshi bo'lib ketamish. Bu xil qarash xuddi erlik o'rmoni tuvan erlarni erkakdek bo'lg'in deb majburlasa, jasurlashib qolgandek bir ish. Amaliyot mumkin emas ishda u. Shu xil azobni beshidan kechirmaganlar xomushlik kesliga ziyoda baho bermagani yaxshi. Chunki bemorning qanday ahvolda ekanligini, qanday azoblarga chizashib berayotganini bilib yetolmaymiz. Ularning shu topda o'z chidam g'ayratidan halqagan azobga duchor bo'layotgani aniq. Bundaq chaqda quruq nasihatga ularning yukini yengillatolmaymiz. Biz xeyligacha psixik masalasi bilan ruhiy besimni kasallik deb qarmaydik. Psixik doktorga ko'rinishni bema'nilik deydik. Amaliyotda odatdagi ruhiy tushkunlikni o'z-o'zini tangshash ham vaqt orqali pastgo'yga tushargili bo'ldi. Biroq ig'ir darajali xomushlik vaqtning o'tishi bilanla saqib qolmaydi. Qayta qo'zg'aldi. Shunga cho'qim davolanish kerak. Agar kontrolni yo'qotsa, bemorda o'zini yaralantirish va o'lib olish xavfi ko'rildi. Bu hargizmi kishini qo'rqatganlik emas. Bu zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlar statistika ilmiy bo'yicha ratlanib ko'rsatilgan haqiqat. Endi rasmiy parangizni boshlashdan burun shundaq bir tejmallik qilib olay. Filmimizni ko'rayotgan do'stlar, oltin barmoqlar bilan qo'sh yurakni besib qo'ysanglar, bizga shundaq ko'p yordam bor. Amanglarga rahmat. Avval ko'pchilikka bir savol so'ray. Sizlarchi xomushlik bir nerv kasalimi yoki ruhiy kasallikmi? Ruhiy kasallik. Tigna anglab boqyapti. Kishining ishongish kelmaydigini hozir bir tal, yarim tal asri 10 million Amerika dollaridan tushmaydigan dangliq rassom Van Gogh hayot vaqtida aram bir parcha rasm sota olgan ekan. Ya'ni o'zini o'ltirib olishdan burungi 4 oyda 400 frankqa Qizil uzumlik nomli rasmini sotgan ekan. Shu chaqda 300 franklik taxminan 16 funt sterlinga teng bo'lib, 16 funt sterlingni masalan 1 funt sterlingni 10 koy deb nim qilsaqmi 160 koy degan taxminan. Mana bu Van Goghning jafo mushaqqatga to'lgan hayoti. Turli javr-jafo, har xil baxtsizlikka uchrab, ruhiy ham jismoniy jihatdan yetgudek qiynalgan. Qiyos qilinishicha Van Gogh hayot vaqtida ig'ir bo'lgan qo'sh yo'nalishlik ruhiy to'salg'i, ya'ni qutirash xomushlik kesiliga girib olgan. Qutirash xomushlik kesili deganimiz Guangzhou qo'shilgan Yiyu Asana chilkilib, jilulab, qo'shilgan, yiyilgan ikkilisi bor deganlik. Yiyusi nima shuldi? Yiyus mesela qanday alomatlar yuz berdi? Buni hozir so'zlaymiz. Bu ham xomushlik ham qutirashchanlikdek ikki xil asabiy alomatga ega kasallikdir. Guangzhou Yiyujing 1888-yil 8-oyda Van Gogh Aptopperas nomli yurishlik asrini tamomlagan. Van Goghning ukasi Tionning rag'bati bilan yana bir dangliq rassom Gauguin Van Gogh bilan birga turmoq bo'ldi. Bu chaqda Van Goghning ijodiyati urg'atgan mazgil bo'lib, tuyuqsiz bir kuni Van Gogh yaqin do'sti Gauguin bilan san'at to'g'riliq munozaraga tushdi. Gauguin haqavurlik bilan Van Goghning izzatiga tegadigan gap qildi. Van Gogh Gauguinni nihoyat hurmatlaydigan bo'lg'achqa, Gauguinning o'ziga barobar muomala qilishini umid qiladi. Lekin ikkisining mijasi chiqisholmaydi. Aslida ruhiy azob uchrayotgan Van Gogh shuninglik bilan gumron bo'lishga oz qoladi.
Aytilishicha, bir qitim Van Goghning xomishlik kesili qattiq qo'zg'alganda Gauguin bir aynak romkini Van Goghning beshiga atgan ekan. Van Gogh qalamqatchilik ichida o'zining bir qulqini kesib olibdi. Shu sababdan sizgan rasmim bor. Albatta, uning qulqini kesib olishi bir poyishi bilan munosabatlik deydiganlarmi bor. Keyin Van Gogh nervi kasalliklar doktorxonasiga elib berilgan. Kasal yotug'ida gohida asabiylashsa, gohida xomishlashgan. Lekin rasm chizishni hech qachon to'xtatmagan. Dangliq asri Yulduzliq osmon dal shu yerda tamomlangan. 1890-yili 7-oyning 27-kuni Qaga ataman degan bahonada tappancha ariyat elib, qir bo'yidagi daraxtga yo'langan holda o'z yurkiga qartib o'q atgan. 7-oyning 29-kuni tong saharda 37 yoshli Van Gogh ukisi Tionning quchida nafasdan qolgan. Tion keyinchi aslab akamning oxirgi so'zi kulpat tugumas bo'lgan degan. Jangorong 2003-yili 4-oyning 1-kuni Jangorong Shangang Dugang Wenhua mehmonxonasining 24-qavatidan sakrib oldi. 19dan 6 minut o'tganda Mariya doktorxonasida qutqizish unum bermay o'lganligi jakarlandi. Shu yili 46 yosh edi. Shunday qilib bir avlod kishilarining qalbiga cho'lpon o'chdi. Jangorong qoldirgan vasiyatnomada yozgan tunji so'zi depression, ya'ni yiyujing, ya'ni inglizcha xomishlik kesliyi degan gap. Ham xatning oxirida kishining yuragini azgudak nola qilgan. Men umrimda hech qachon askish qilmagan. Nemishqa bundaq bo'ladi? U vafot bo'lgan kuni 4-oyning 1-kuni, odam aldash kuni. Bu kunni tanlab hayotini oxirlashtirishi boshqalarni texmi o'yga soladi. Aytilishicha, u binodan sakrab olishdan burun vositachisi Qin Shufeng bilan mehmonsaroy zalidagi qahvaxonada ko'rishmoqchi bo'lgan. Qin Shufeng kelib xili saqlabmi uning qarshisini ko'rolmagandan keyin Jangorongga telefon qildi. Jangorong Qin Shufengga mehmonsaroydan chiqib saqlab turishni, o'zini tezlik ko'ra oladiganligini aytibdi. Ondan Jangorongning ko'z oldiga g'ulab tushganligini ko'ribdi. Qin Shufeng taratqularga Jangorongning ig'ir xomishlik kesili borligini, bu kasalning boshlangan vaqtida o'zining xabari yo'qligi, keyincha ba'zi benormal alomatlar ko'rilishga boshlanganda ondan saqib qilishni orzu qilib doktorxonaga ko'rinishga boshlaganligini, bundaq kasalga giriftor bo'lganlikdek haqiqatni qabul qilmaganligini aytgan. Hamroyi Tanxidi 4-oyning 2-kuni Jangorongning burun uyida uyqu dorisi ichib o'lib olmoqchi bo'lganligi, ta'liga yarasha buzib qilinganligini, shuningdan boshlab izchil davolanayotganligini aytgan. Keyin bilishimizcha Jangorongmi ichman malik xomishlik kesili bo'lgan ekan. Ne yuan yiyujing? Boshqalar degiz kelmaydiganmi? Ya bu o'xshamaydiganligini chaltib deymiz. 1586-yillari bir ichki kasallik doktori xomishlik va vijdonning bog'lanishi nomli asarni yozgan. Bu kitobda ikki xil o'xshamagan turdagi xomishlik kesilini ayirgan. Oradagi bir xilning tasviricha, agar xavf badan ichidan kelmagan bo'lsa, ruhiy jihatdagi va psixikalik davolash kerak ekan. Yana bir xili ichmanbalik bo'lib, uning deyishicha, xomishlik organizmlarning kasallik o'zgarishini yoshirish uchun paydo bo'ladi. Bu xil xomishlikni fizikalik davolash kerakmish. Yana ba'zilarning deyishicha, Jangorongning xomishlik kesili oshqozon kesildan bo'lgan miya ajramlari qalayimqallashish bilan munosabatli ekan. Yana ba'zilarning deyishicha, Jangorongning shu vaqt uchirgan turli sirtqi omillari sababli ekan. Masalan, Qalb o'g'risi nomli filmga zo'r zehnni ajratgan bo'lsa-mu, suratga elishni o'ngishli boshlamagan. Tanxidi bilan bo'lgan munosabati o'zgargan. U nuqsonsizlikqa, yengishga bo'lgan intilishi sezgurligi sababli ko'ngil ichi sohasidagi turli nohaqsizliklarga qarab turolmagan. Albatta, bularning rost yolg'onligini ziyoda talash tortish qilmaymiz. Faqatla xomishlik kesilini qo'zg'ash omillarining haqiqatan ko'p ekanligini bilsakla bo'ldi. Hozircha buningga bir mukammal javob yo'q. Yuqorida aytgan ikki odamdan sirt tarixda yana xomishlik sababli o'lib olgan nurg'un dangdallar bor. Masalan, bizga tanishlik adib Chuyuan. Uningmi xomishlik sababli o'lib olganligi gumonga yaqin. Yana ba'zi bir qism garchi o'lib olmagan bilan har bir kuni zo'r azob ichida o'tayotgan dangliq zotlar bor. Masalan, dastlabda Churchilldek, Amerika prezidenti Lincoln, ya'ni Beethoven, Darwin qatorliqlar. Mening texmi ishongim kelmaydigini talay kishilarga kulk ato qilgan Purchaq apandimmi ilgari xomishlik kesining azobini tatgan ekan. Aytilishicha, u ko'rinmalarni kuldiranmay qilishi, ma'yuslik qilishidan, natijada hammaylan kulkidan mahrum qilishdan g'am qilib yurgan ekan. Tug'utdinki xomishlik atlab o'tib ketsa bo'lmaydigan parang temisi. Har bir yangi ona bo'luvchi pat arada ona bo'ladigan ayollar uchun aytganda bu ishga sal qarashga bo'lmaydi. Hatto nurg'un ayollar o'zidagi shu xil kasallik o'zgarishini dastlabida his qilib bo'lmasligi mumkin. Yoki xomishlikda giriftor bo'lgunimi uqmay qilishi mumkin. 10 oy qo'rsoq ko'targandan boshlab toki badanni kesilgicha bo'lgan og'ir chidashlik berib, oxirgi kuchi bilan yangi jonni dunyoga ko'z ochqizganda talay jafolarni boshdan kechirdi. Yugansiz tushkunlik tuyuqsizlik portlab chiqdi. Bu chaqda uydagilar boshqacha muomalada bo'ldi. Nozik xinim deb to'g'ri tushunmaydi. Bu chaqda o'z salohiyatidagi osmon zamin o'zgarish damalligi yangi on bo'lg'uchilarni gangirtib qo'ydi.
Shuning bilan mundaq ishlar ko'rilishga boshlaydi. Bola beshikda qiyqirab yig'layotidi. Ana karvatda baladan o'ta o'ksib yosh to'kadi. Ikkilisi o'zining yig'isi bilan uydagilar to'g'ri tushunsa, xo'p, to'g'ri tushunmay qolsa, "Senmi bir ana bo'ldingmi texi?" deb yari eg'iziga tuz sepmaydi, pichoq tiqidi. Bu chaqda balaning yig'isi qandaqdi? Qo'sqining ochlig'idan bo'lishi kerak, biroq ananing ro'yi holati shunchalik murakkab bo'ladi. Buni xili inchik odam bo'lmasa, his qilib bo'lmaydi. Bola tug'ilmoq bilan uyda hammalarning diqqati bola markazlashidi. Onaning yerib charchidimi qanda, yarisi og'riyotamdi yo'q, hech kimning esiga kirib chiqmaydi. Yana texi ba'zi cho'nglar palonchining qizi bolasiga shundoq obdan qaraydi ekan, sutimi jiqgan, bolasi budruq cho'ngibdi deb qo'yish bor. Bundaq gaplar maqsadsizlik aytilgan taqdirmi, ahvoli tuturuqsiz turgan yangi ona bo'luvchiga ajoyib zo'r ruhiy besim keltirdi. Ko'ngilda azoblanib, o'zini past ko'rdigan, hatto o'zining bu onalik mas'uliyatni zodi zimmasiga ola oladigan yoki ololmaydiganligidan gumonlanadigan bo'lib qoladi. Uydagilarga yuk bo'lib qolgandimanmi deb quruq andishiga tushdi. Aslida badan ojizlagan paytda yana bundaq zo'r ruhiy besim uchirsa, badandagi hormonmi tiksiz qisman o'zgarayotgan sababli ulardagi passiv kayfiyat bag'ansir eg'irlashidi. Xuddi bir g'oyat zo'r qaynamdek uni ching o'rab oladi. Eg'irlarda hayotini oxirlashtirishda xiyollar shakllanadi. Bular hargiz tavi noziklik emas, balki tug'utdan keyingi xomushlikning alomatidir. Lekin ko'pincha erlar, yashanganlar tug'utdan keyingi xomushlik desa to'g'ri tushunmaydi. Az vaqt aram ilvasida o'ngshildi deb qaraydi. Amaliyotda undaq emas. Statistik qilinishicha, har 10 tug'utlik ayolning biri xomushlik giribtor bo'ldi ekan. Yerimdan ko'pragida tug'utdan keyingi xomushlik alomati ko'rildi ekan. Tug'utdan keyingi xomushlikning eng tipik alomatlari tug'ib 6 hafta ichida ko'rildi ekan. Odatda 3 oydan 6 oygacha o'zligidan o'ngshilib ketdi ekan. Lekin ig'irroqlari 1 yildan 2 yilgacha davomlashi mumkin ekan. Chunki tug'utdan keyin ayollarning tendagi progesteron deganimiz huangtitong. Progesteron bilan ayollik hormon ajralishi tezlikni tuvallab, miya funksiyasiga ta'sir yetkazdi. Bu chaqda oilada doim majra chiqsa, onalik salohiyatiga damallik ko'nalmasa, yana kelib ichmijaz bo'lib qolsa, xomushlik kesilining qo'zg'alish ehtimoli cho'nglaydi. Xomushlik kesili yana xomushlik to'salg'usi deb ataldi. Yu jangayjing deb ataldi deb. Bu doim ko'riladigan ro'yi to'salg'i bo'lib, eng negizlik alomati sijil davomlashayotgan xomush kayfiyat. Odatda kishilarning kundalik turmushida doim uchrab turadigan ko'ngilsiz, titildash kayfiyatiga o'xshamaydigini, ular duch kelayotgani bir xil murakkab tushkun kayfiyat bo'ldi. Bu tushkunlik kayfiyati azob, g'azabni, ba'zida yana nomuslik va gunohlik tuyg'unini o'z ichiga olgan bo'ldi. Xomushlik kesili bemorlari o'zini yordamsiz his qiladi. O'zini intayin qattiq ayblab ketadi yoki o'zini hech qanday qadr qilmassiz his qiladi. Yana texi xushallikdan bahramand bo'lish iqtidoridan mahrum bo'ladi. Ba'zida hatto bundaq yashagandan o'lib ketganim afzal deb qaraydi. Shuning bilan o'lib olish istiki tug'ildi. Xomush kayfiyat butun kun degidak davomlashadi. Bemorni to'xtamay bearam qiladi, o'ziga hay berolmaydi. Uda bir ish haftalab shu xil kayfiyatning iskanjisi qoladi. Xomushlik kesili bemorlar bilan dastlabda uchrashganda menmi bir talay kasbiy atalg'ulardan gangrab qolgan ich manbali xomushlik, quturash kesili, qo'sh yulinishlik to'salg'u, taq yulinishlik to'salg'u degandek. Shunga sizlardan mo gangrab qolmasliginglar uchun bu atalg'ularni oydinlashtirib olishimiz kerak. Oldi bilan ich manbalik bilan sirt manbalik xomushlikning farqini bilib olaylik. Ich manbalik xomushlikning ichki manbadan shakllanganligi ismidilla chiqib turdi. Jango'ring giribtor bo'lgani dal mushu xildikidir. Bu balkim uning oshqozon kesili bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Chunki umumlikdan aytganda uning ahvolimi ayrim ahvol emas. Tuvanda deb o'timiz, ich manbali xomushlik asosan odam ichki organizmlarida ko'rilgan biologiyalik ma'lumotchilikdan paydo bo'lgan. Masalan, oshqozon, jigar, börak, cho'ng miya deganlarninki benormallik ma'lumotchiligidan paydo bo'lgan. Toksin deb qaraladigan ma'lum xil kimyolik moddaning bir xil g'idiqlovchi omilning hosil bo'lishi yoki metabolizm qalamqachiligidan paydo bo'ldi. Sirt manbali xomushlik bo'lsa, tashqi omildan paydo bo'ldi. Masalan, sirtqi besim, yig'illardan ayrilib qolish, iqtisodiy qiyinchilik, ishdan qilish qatorliqlar. Masalan, eng dastlabda sirtqi manbalar toksin, bakteriya qatorliq tashqi omillarni o'z ichiga olishi mumkin. Lekin yanada ruhiy omil bilan bog'lab diagnoz qo'yish kerak. Yana ba'zilarning qarashicha xomushlik yana nurg'un jismoniy kasalliklar bilan munosabatlik. Ba'zi kasallik misollarida xomushlik faqat fiziologiyalik qalamqanchilikning ifodasi bo'lgan. Amaliyotda organizmdagi kasallik yoki virusdan kelib chiqqan. Navbatda Amerika ruhiy kasalliklar jamiyatining xomushlik kasalligi diagnoz qo'yish o'lchimida bu kasallikni badan ahvolidagi to'salg'u deb qaragan. Ba'zan kasallik misollarida xomushlik kasali jiddiy yoki asti xarakterlik fiziologiyalik inkasga o'xshash bo'lgan. Masalan, aroq berilish, dori ta'siri, bosh qism yaralanish yoki yurak kesali, divanglik,
nervus siflisi qatorliqlar normal nerv sistemasi iqtidoriga ziyon yetkazgan. Mundaqcha aytganda, turli jismoniy kasallik, xomishlikni keltirib chiqishdagi aniq bo'lmagan muqimsiz omillar hisoblanadi. Tadqiqotlarda doklad qilinishicha, 62 nafar diagnoz qo'yilgan yurak kasalliklariga giribtor bo'lgan bemorning 64% o'ttir yoki og'ir darajalik xomishlik alomati ko'rilgan. Yana ba'zilarining bayqishicha, ichki ajramli qalaymiqonlashishmi xomishlik bilan zich munosabatli ekan. Masalan, böbrek usti bezi postloq moddasining funksiyasi ozilgan bemorlarning 25%da xomishlik munosabatli alomatlar ko'rilgan. Taq yo'linish xomishlik bilan qo'sh yo'linishning qanday farqi bor? Taq qo'sh yo'linish xomishlik deganlik ikki xil o'xshamaydigan ro'y kasallikdir. Kasallikning aniqlamasi o'xshamaydi. Taq yo'linish xomishlikda faqat xomishlik alomati ko'rildi. Qo'sh yo'linishli xomishlikda xomishlik alomati bo'lib qolmay, yana quturash alomati bo'ldi. Qongzao. Rassom Van Gogh ayni vaqtda giribtor bo'lgan dal mushuqli. Quturash kasalining alomatlarini so'zlaymiz. Van Goghning keyingi mezgillarda vujudga chiqargan klassik asarlari balkim mushuning bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Taq yo'linishlik deganimiz har qitim boshqa ro'y alomatsiz, faqat xomishlik holatida kasallik qo'zg'alishini ko'rsatadi. Asosan bundaq 3 xil alomati bor. Uda tuvan kayfiyatda bo'lish, tafakkuri ostilash, tormozlash faoliyati chekinish, qisman bemorlarda o'zini o'ltirib olish, yaralandirish qilmish ko'rildi. Yoki xiyoliy tuyg'u, xiyoliy sezim paydo bo'ldi. Turmushga hamisha umidsizlik bilan qaraydi. O'z hayotini hech qanday qadr qimmatsiz deb his qiladi. Dunyodan ra'y yenishda kayfiyatda bo'ladi. Eg'irlarda xomishlikdan xudin yo'qtish ahvoli ko'rildi. Masalan, chiroy ifodasi qetib qoladi. Gap qilish, harakat qilishni yoqtirmaydi. Qo'sh yo'linishli xomishlik to'salg'isi deganlik xomishlik alomatidan boshqami qutirash alomatining qongzovjim tang yoki almish ko'rilishini ko'rsatadi. Bu yana xomishlik qutirash kasalligi deyildi. Amerika ro'y kasalliklar ilmiy jamiyati tuzgan ro'y to'salg'u diagnoz qo'yish va statistika qilish qo'llanmasining 4-nusxasida qo'sh yo'linishli xomishlik kasalligini birinchi tipli qo'sh yo'linishli to'salg'u, ikkinchi tipli qo'sh yo'linishli to'salg'u, halqisman ro'y to'salg'u hamda noaniq sababli qo'sh yo'linishli to'salg'u qatorliqlarga ayirgan. Buning ichida birinchi tipli degani bir qitim yoki ko'p qitim qutirash alomati ko'rilgan yoki aralash yuz berganini ko'rsatadi. Odatda og'ir darajadagi xomishlik alomati birga yuz berdi. Ya'ni xomishlik qutirash alomatini asos qiladi. Ikkinchi tipli deganlik bir yoki ko'p qitim og'ir darajada xomishlik alomati ko'rilib, oz bo'lganda bir qitim yenik darajada qutirash alomati teng ko'rilish, ya'ni og'ir darajadagi xomishlikni asos qilgan kasallik alomatini ko'rsatadi. Bu kasbiy so'zlarni anglab mugdab qolgan bo'lishinglar mumkin. Shundaqmi? Amsi so'zlarimiz uyqunglarni saytadigan o'lib olish psixologiyasi. Xomishlik va o'lib olish. Odatda xomishlik kasalini 3 xil darajaga bo'lamiz. Yenik, o'tiral, og'ir daraja. Yenik darajadagi xomishlik kasali bemorlari ba'zida xomishlik azobli kayfiyatda bo'ladi. Kunduzi ko'pincha hollarda xafalik kayfiyat davolg'ishli bo'ladi. Ba'zida bu ahvollar yo'qolib ketadi. Ba'zida xushal yuradi. Sirtqining g'idiqlashimi qisman yoki to'liq yo'qaydi. Xomishlik, ansizlikka to'lgan kayfiyatdan ba'zida yenik darajada o'z-o'zidan gumonlanish paydo qiladi. Xushallikqa bo'lgan sezgisi barbara astlaydi. Burunqi qiziq anglangan yumurlar tuyuqsizlar uningga hech bir xushallik bilmaydi. Yig'i tutadi yoki yig'lab soladi. Masalan, bir ana balasi bilan majaralashib qolsa yoki erini o'ziga ko'yinmaganda his qilib qolsa, tuyuqsiz yig'lab soladi. Yenik darajadagi xomishlik bemorlarining 31%da o'lib olish istagi tug'ildi. Ba'zilari xiyollari passiv shaklda ifodalanib chiqadi. Masalan, men o'lsam ular texim obdan yashaydi deb qaraydi. Hayotini qadrlaydiganligini deydi, lekin hamon o'lishni xiyol qilib yuradi. Fiziologiya nuqtasidan aytganda, bemorlar g'izolardimi hech qanday bir lazzat yoki xushallik topolmaydi. Ba'zilarda uyqu qalayimqonlish alomati ko'rildi. Bu xil bemorlarning havoyi havasimi yenik darajada chekindi. Ba'zi bemorlarning aksicha kuchayib ketadi. O'tiral darajadagi bemorlarda qutirash alomatlari texmi ro'shanlashadi. Davomlashish vaqti texmi uzraydi. Kunduzi og'ir, oqshimi yenik bo'ladi. O'ziga bo'lgan saskinishi og'irlaydi. O'zini hech bir ishga yaramagandek tuyg'u shakllandi. Ishlarning yaxshi tarafini qat'iy ko'ra olmaydi. Aksicha har bir ishga qat'iylik bilan muomala qiladi. Asan yig'laydi. Yig'lab bo'lib yeniklab qolgandek bo'ladi. Lekin ko'pincha vaqtlarda texmi bakrak xomishlashadi. Kelgusi qarta hech qanday talpinish bo'lmaydi. Bu xil bemorlarning o'lib olishidagi texmi bevosita, doimiy, majburiy bo'ladi. Bemorda jiddiylish alomati yoki o'lib olishga tayyorlanish harakati ko'rilishi mumkin. Hamda passiv shaklda ifodalanib chiqadi. Erta sarda uyg'onmay qolsam-ki yoki o'libli bosh og'riqning qildigan ish bo'lsa,
jazman o'lib oladdim deb o'ylaydi. Bemorlar zarur bo'lmagan xatarga tavakkul qilib, o'lib olish maqsadiga yetmoqchi bo'ladi. Masalan, suratni oshirib, mashina haydash orqali biror voqeaga yo'liqib qilishni umid qiladi. Bemorlar tamoqqa hech bir ishtiyoq qolmaydi. 3-4 soat uxlabla uyg'onib ketadi. Ondan uyqu dorisi yemay turib, qaytib uxlay olmaydi. Jinsiy havsi ro'shan tuvallaydi. Xeyli zo'r qizitish bo'lmasa, havis kelmaydi. Ig'ir darajada qamishlik bemorlar bo'lsa, azob yoki umidsizlikdan, ansizlikdan boshqa narsani his qilolmaydi. Hamisha g'am-andishada yurdi. Bu xil azobli kayfiyat dal beshida deb o'tgan qayg'onning o'zi. Qutlanmaydi. Chidab bo'lolmaydi. Hattoki o'zidan yerginish darajasiga bordi. Yashashga loyiq emasman deb o'ylaydigan bo'lib qoldi. Qamishlikning dastlabki mezgilda asalda ta'sirlanib, yig'lab qoladigan bemorlar bu darajaga kelganda qanchalik yig'i tutsimi, yana yig'layolmayotganligini his qildi. Chunki ularning yeshi qurib bo'lgan bo'ladi. Mana bu qurg'oq qamishlik. Ularga kelgusi qorong'u ham umidsiz ko'rindi. Bu xil azobdan qutlanmaydigandek his qilishidi. Hech qanday ish yaxshi tarafga yuzlanmaydi deb qaraydi. Bundaq bemorlarni tamoq zo'rilmay turib, bir narsa yegizgil bo'lmaydi. Ig'irligi ro'shan tuvallaydi. Uyqusidanmi pat-pat uyg'onib ketadi. Qayta uxlayolmaydi. Ba'zi bemorlar kecha uyg'oq yotadi. Kallasiga turli xiyollar keladi. Ig'roq bo'lgan qamishlik bemorlar ishida yana xiyoliy tuyg'uga kirib ketadiganlarim bor. Ba'zilari hatto kimlar bilan paralashadi. O'lib olish ham o'lib olishga bo'lgan yerismanlik ig'ir darajada qamishlik bemorlarning eng xatarlik alomati. Bu ham qamishlik kasalining o'lishni paydo qilishdagi birdan-bir sababi. Qamishlik bemorlarining amaliy o'lib olish nisbati hisoblamoq nihoyat tez. Chunki ba'zi qamishlik bemorlarini agashma ziyorat qilish jarayoni kamchil yoki o'lish sababi noaniq. Chet elning uzoq mezgillik agashma ziyorat tadqiqotida isbotlanishicha, eng dastlabki doktorxonada yotgan qutirash tipli qamishlik bemorlarda oxirida 5% qismi arqa-arqadan o'lib olgan. Nurg'unlagan dastlabki tekshirish xarakterlik tadqiqotlarda doklad qilinishicha, ayol bemorlarning o'lib olishga urinish qitim soni er bemorlarninkidan ko'p bo'lgan. Nimishqa er bemorlar bu jihatda oz bo'ladi desa, chunki erlarning o'lib olishi asosan bir qitimda utuqliq bo'lgan. Ig'ir qamishlik kasali qo'zg'alganda ro'y alomati bo'ladi. Burun o'lib olishga uringan yoki oilasida burun o'lib olganlar bor bo'lsa, o'lib olish xatri texnik yuqorilaydi ekan. O'lib olish niyatining eng tipik alomati boshqalar bilan paranglashganda shundoq xohishini chandırib qo'yishdir. O'lib olish maqsadiga yetolmaganlarning qayta o'lib olishga urinishining ehtimolligi nihoyat yuqori. Yana klinik tadqiqotchilarning diqqat qilishicha, umidsizlik ham o'lib olish orasida nihoyat zo'r munosabat bor ekan. Hamisha nihoyat umidsizlanyapman. Nimishqa meni o'lgil qo'ymaysizlar? Bir kun yashashga imkonim qolmadi. Mushu azoblardan qutulib ketsamchi deydiganlar bunda xatar texmi cho'ng ekan. Yuqorqidek alomat borlar ro'y to'salg'u diagnoz qo'yish va statistik qilish qo'llanmasiga asosan 2 haftadan ortiq vaqt ichida yuqorqi ko'p qism alomatlar ko'rilgan bo'lsa, aniq diagnoz qo'yishga bo'ladi. Diqqat qilish tegishli shuki, bu alomatlar ilgari bemorda ko'rilmagan yoki intayin yenik darajada bo'lishi, yana kelib yuqorqi alomatlarni yaqinlardan ayrilib qolganidan bo'lgan normal ahvol deb sal qarashga bo'lmaydi. Masalan, yiqildir tugab ketib, 2 oydan keyinmi yana shundoq kayfiyat turaversa, diqqat qilish lozim deganlik. Shundaqla bu ham normal psixik davolanish bilan bo'lgan asosiy farqdir. Qutirashli qamishlik kasali. Yana bir xil ahvolim bor. Qamishlik bilan qutirash ahvoli almashib ko'rilgan. Buni qutirashli qamishlik kasali deb qo'ydi. Qutirashli qamishlik kasalida qutirash kasalining yuz berish nisbati qamishlikdan tuvarak bo'ladi. Lekin qutirash kasalini tushunib olishimiz kerak. Qutirash kasalining alomatlari qo'zg'algan bemor ko'zga cheliqmay qolmaydi. Ko'pincha qutirash kasali bemorlari qarmoqqa shuncha azoda ham shuncha xushal ko'rindi. O'zini osmonda laylayotgandek his qildi. Turmushi baxtga to'lgandek, hattoki havomi shuncha tatli tuyuldi. Shaxtdan ajrab tushgan yopirmoqmi ularni shuncha xushal qilishi mumkin. Buning selishtirganda qamishlik kasali bemorlari azdur ko'pdir o'zini yoqtirmaydi. Lekin qutirash kasali bemorlari qizg'in muhabbatga cho'kkandek tuyg'u bo'ladi. Hamisha o'zining yuksak fazilatini namoyon qilishga urindi. Hamda o'zini rag'batlantiradigan so'zlarni to'xtamaydi deydi. Qutirash bosqichida o'zi qilayotgan ishidan nihoyat utuqliq natijalarni qo'lga keltira oladi. Nurg'un olimlar ham san'atchilarning ko'rinarli natija keltirishi shuning jumlasidir. Masalan, Van Goghning klassik asarlarimi dal qutirash kasali qo'zg'alganda vujudga chiqqan. Bo'libmi hayotining oxirgi natijalarida Van Gogh 800 necha parcha mayboq rasmi chizgan. Ba'zilarning deyishicha, bu balkim qutirash kasalining ta'siridan bo'lgan. Qutirash kasali bemorlari boshqalar bilan o'ynash qamroq, notunishlar bilan osonli paranglashib ketaoladi. Yana kelib boshqalarning tafakkur usuliga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, boshqalarga qutiratqulik qila oladi. Kasal yotqidagi boshqa bemorlarni quturtib, doktorxonadan birga qechib chiqishga urindi. Qamishlik bemorlarining eng tipik alomati bo'lsa, yumoristik tuyg'uning kamchilishidir. Lekin qutirash kasali bemorlari yumoristik tuyg'uga boy. Ular yumor so'zlaydi, to'xtamay naqsh etib usul o'ynay oladi. Ta'sir qilish kuchi intayin kuchli. Men ras
O'zimdan gumon qilishga boshladim. Quturash kesili bemorlari o'zi qilayotgan har qanday ishga hamon aktiv pozitsiyada bo'ladi. Hattoki tushuniksiz masalaga yo'liqsimi, yanada hal qilish usulini topa oladiganligiga ishonadi. Odamning har qanday ojizligini, yetarsizligini ham yo'shurun masalalarni inkor qildi. Masalan, men nurg'un odamlarning bu filmni ko'rib bilib, denzan qilmasligiga ishonmayman. Ro'yi quvvati urg'ib turdi. Chidamchanligi hassilab oshidi. Mayli bir kunda azroq uxlagan bo'lsa-mu, zehni yanada teshib turdi. Tashqi qiyofatiga diqqat qiladi. O'zini jahondagi eng qomatli kishi deb qaraydi. Havoyi havisi har qanday ishni besib tushidi. Voy bu bo'ladigan kasalkandi deb o'ylayotgansizlar. Lekin quturash bosqichiga o'tganda bemorning so'z harakati, hatto badan temperaturasida tipik farq bo'ladi. Hattoki yotoqqa kiriblar kimning quturash kasali ekanligini qarab bilalaysiz. Ularning zehni urg'ib turdi. Hayajonlangan, qap yurak keladi. O'zini tuta olmaydi. Ularni tushkunlik qaplag'ında bo'lsa, quturash kasali bemorligi yana nihoyat kuchli dushmanlik pozitsiyada bo'ladi. Quturashlik qamışlik kesili yana qo'sh yo'nalishga hissiyot to'solg'usi deb ataladi. Yana ba'zilar buni talantliklar kesili deb ataydi. Shuna qilib sizda quturashlik qamışlik kesilining quturash bosqichiga qarata az-to'l tushuncha paydo bo'ldi-ku deyman. Amsa nimishqa bu kasal talantliklar kesili deyildi. Chunki ularning zehni quti to'lgan, kallasida har vaqt to'xtovsiz tafakkur qiladi. Hech kimning kallasiga kirib chiqmaydigan xayollar paydo bo'ladi. Ijodchanligi ham ijrochiligi ro'shan kuchaydi. Lekin har qanday ish chekinini oshsa, o'xshashsa salomatlikka ziyon soladi. Ana shu talantliklarmi har vaqt ro'y to'salg'ining azobiga uchrab kelganga o'xshash. Kasallik qo'zg'ash sababi. Undaqdan nimishqa bundaq ahvol ko'rildi? Buning kasallik qo'zg'ash sababi zot nima? Bu sohada tadqiqotlar mo'l natijalik bo'lsa-mu, qamışlik kasalining fiziologiyalik sababi qarta biladiganlarimiz bakmi oz. Nurg'un tadqiqot natijalarida yanada gumon bor. Lekin tadqiqotchilar qamışlik kasalining fiziologiyalik asosi qarta yanada belgilik ilgirlash qo'l keltirdi. Masalan, kayfiyat to'solg'usining irsiyat omilini bayqadi. Miyadagi saqanqur buduristga o'zgarish ham badam miyasi yadrosi yo'g'inash qatorliq fiziologiyalik o'zgarishlar diqqatni qo'zg'adi. Yig'inchoqlaganda hozircha quturashlik qamışlik kasalini mundaq ikki xil sabab qo'zg'agan deya olamiz. Biri tug'um bo'lgan qamışlik kasaliga qarta fiziologiyalik moyillik, masalan, irsiyat omili degandak. Bir odamning miya qismida fiziologiyalik ojizlikni keltirib chiqadigan asosiy sabab biri ota-onasi yoki qarindoshlarida. Uningmi qamışlikka giribtor bo'lish xavfi odat kishilarga qaraganda 1,5 massadan 3 hassa yuqori bo'ladi. Ikkinchisi sirtqi omil. Sirtqi besim odamning bardosh kuchidan eshib ketganda qamışlik kasali qo'zg'aldi. Yuqorqi 2 nuqta cho'ng miyaga mundaq ta'sir ko'rsatadi. Bir odam tahdidga yo'liqqanda badani besim qarta hormon qo'yib berdi. Masalan, kortizon qatorliq. Shuning bilan 5 a'zoning sezimi texmi o'tkirlashadi. Qon besim o'rlaydi, yurak so'qishi ittiglashadi, qon qanti, metabolizm tezlaydi. Lekin besim hormoni miqdoridan eshib ketsa, miya uchun toksinga aylandi. Bu xil besimning davomlashgan vaqti uzrab ketsa, ziyoda ko'p hormon miyani zaxmlantiradi. Bo'libmi miyadagi kayfiyat ham uyqu aslimini tizginlaydigan rayonga shundaq. Kichik bolalar uchun ularning miya qismi bir qadar oziz bo'lg'achqa, ro'y zarbiga uchragan kichik bolaning kayfiyatini kontrol qilish iqtidori bir qadar tuvan bo'ladi. Asalli tashvishlanadi, andishiga tushadi. Kayfiyat jihatdagi buruqtinlikni paydo qiladi. Keyingi o'sib yetilishi besim hormonining ziyoniga texmi bakrak uchraydi. Qamışlik kasalining xavfi yana oshadi degan gap. Qamışlik kasalini qanday davomlaymiz? Ro'yi to'salg'u bizda burundan shakllangan organizmlik kasallarga bo'lgan tunishimizga o'xshamaydi. Undaqda shu xil ahvolga yo'liqsak qanday qilishimiz kerak? Asosan bundaq 3 xil davolash usuli bor. Psixikalik davolash, dori davolash va fizikalik davolash. Psixikalik davolashga kelsak, tibbiy tadqiqotlarga asoslanganda psixikalik davolash haqiqatan qamışlik kasalini unumli davolay oladi ekan. Bo'libmi eng harakatlik davolash usuli eng unumli bo'ldi ekan. Buningda bemorlarning navbatdagi passiv xiyollari shundaqla ish harakatiga qayta nazar solishiga yordam berildi. Yangicha o'y fikr va ish harakatni sinab beqishiga turtki bo'ladi. Turmushdagi aktiv tajribalarni to'plab, shu orqali passiv ideyani cho'rib etib, ro'yi besimni yangilatib, qamış kayfiyatni pastga tushirdi. Masalan, ishxonada xizmatdoshingizni salom qildingiz, lekin xizmatdoshingiz yog'ochda qitib o'tirsa, sizmi passiv kayfiyatga tushib qolishingiz mumkin. Bu xizmatdoshim menga o'sh o'xshamamdi deb o'ylaysiz. Demak, sizdagi besim cho'ng edi. Agar aktiv nuqtadan o'ylasangiz, u balkim qo'ldagi ish bilan aldirash bo'lib ketib, menga diqqat qilmagandi deb o'ylaysiz. Uning bilan adovatsiz parangga tusha olasiz. Sizdagi besim tabiiy azlaydi. To'g'ri davolash. Qamışlikni asosli 2 xil vosita davolaydi. Birinchi xili har qaysi miya hujayralari ara serotoninni yetkazilish unumini kuchaytiradi. Miya rayonida miyaning normal funksiya kafolat qiladigan necha xil ximiyalik modda bo'lib, hammasi muhim rol o'ynaydi.
Bulardan serotonin bilan norepinefrin qatorliqlar asos. Lekin ziyonlangan miya rayonida serotoninning yetkazilishi cheklanmaga uchraydi. Bemorlarning miya qismi normal iqtidor to'salg'iga uchraydi. Bu turdagi dorilar bir qism enzimlarning, masalan, serotonin bilan norepinefrin qatorliqlarning nervlar aro yetkazish, qayta sumirish roliga ta'sir ko'rsatish orqali miyadagi kimyoviy yetkazish qo'yilqligini oshirib, alomatlarni yengillatadi. İkinci xili miyada BDNF deb atiladigan nerv o'sish faktorlarining hosil bo'lishini tezlatadi. Shu orqali ziyonlangan nerv rayonining salomatligini asliga keltirib, besim hormonini BDNF qatorliq o'sish faktorining shakllanishiga to'salg'i bo'ladi. Natijada miya suvdan ayrilgan giyohdek bara-bara so'lishidi. Uchinchi xili, ya'ni fizikalik davolash. Endi so'zlaydiganimiz tokda shok qilib davolash usuli. ECT deb atiladi. ETC emas, Qavsuğa chiqmaymiz. ECT. 1785-yili zo'r miqdordagi komfortda tortishtirish usuli ro'y kasalliklarini davolashga ishlatishga boshlangan. 1938-yili 2 nafar olim tortishni paydo qilish texnikasini yaxshiladi. Ya'ni odamning peshonasiga ikki simni qo'yibla tok so'qtiradigan qildi. Mana bu oddiy ham qabih usul tokda shok qilib davolash deb atiladi. Buning davolash mexanizmi bo'lsa, miyani muvofiq besimdagi tokda g'idiqlab, bir yurish fiziologiyalik inkas paydo qilib, miyani normal metabolizm tangpolga qaytarish. Shu orqali ro'y kasallikni yaxshilash yoki yo'qotishdir. Lekin bu usul asalda so'ngak sunish, bo'g'imlar chiqib ketishini keltirib chiqargan. Shunga 20-asrning 50-yillardan boshlab yo'l qo'yilgan MECT usulda M deganlik modified, ya'ni yaxshilangan degan ma'noda. Yuqorqi qo'shimcha ta'sirlarga unumli holda xotim berildi. Lekin davolashdan burun narkoz dorisi ham muskul yumishtish dorisini o'qil qilib, bemorni uyqu ketkazish lozim. Davolash jarayonida bemorda tortishib qilish ahvoli ko'rinmaydi. Shuning bilan so'ngak sunish, bo'g'imlar chiqib ketishdek ahvollar yuz bermagan. Davolash jarayoni texmi bexatar bo'lgan. Texnik ko'p kishilarning qabul qilishiga erishgan. Bemor uchun aytgandimi, tokda shok qilib davolash usuli hayotini qutqizib qoldigan davolash usulidir. Shundaqla hozirgi ro'y kasallik ilmi bo'yicha fizikalik davolashda unumi ko'rinarli, keng qo'llanilgan davolash usulidan biri. Men davolanib baqqan shunda doktorxonada. Bunda beshig'i taqab, anikin qo'lg'ima, shu bosh qilam taqab tas so'qtiribman. Ha, u tas so'qmaydi u degan hozir yo mavi burun o'xshaydi hamda. Meniki degandan qilib tas ashu bizda to'xtamaydi qilib turadi. Bir narsani unutib qolamda endi. Men shu mabak o'zimdan anzirab ketib, doktorxonaga kirib, hamma yerim tekshirsam shu javli yo'q qolsa deb shuni o'ylanib kelsam, Chingdoyi degan teshimda to'xtazroq davolagan fiziklik shu ism keldi. Lekin rost foydasi bor. Tadqiqotlarda isbotlanishicha, ECTning unumi asosli cho'ng miyada tutqoqlikning qo'zg'ilishiga bog'liq bo'lib, shunga bu xil usul faqat qisman muayyan kasalliklarga unumli ekan. Lekin ECT usulining hozirmi keng ta'siri bor. ECT faqat tutqoqlikni qo'zg'ab qolmay, yana norepinefrin saviyasini oshirdi. Besim hormonining ta'sirini yengillatadi. Miyadagi saqan qo'rsiman budra nervlarining qayta o'sishini tezlatib davolash maqsadiga yetadi. Diqqat qilish kerakki, xomishlik kasali har qanday odamda yuz berishi mumkin. Dunyo sahiyat tashkilotining sonliq ma'lumotiga asoslanganda, butun dunyoda 3-8% odamda xomishlik kasali bor ekan. 10% dan ortiq homildor ham tug'utliq ayolda xomishlik kasali bor ekan. Har yili 700 ming odam xomishlik kasali sababli o'lib oladi ekan. 15 yoshdan 29 yoshga bo'lgan kishilar topida 4-cho'ng o'lib olish sababi bo'lib hisoblanadi ekan. Biz odatda jismoniy ham ro'yi sog'lomlikni ta'kidlaymiz. Chunki sog'lomlik nuqul tanlil ko'rsatmaydi. Ro'yi sog'lomlikmi o'xshash muhim. Oxirida ko'pchilikning turmushdimi besimini o'limlik yengillaydigan usullarni tepib olishini, shundaqla o'z kayfiyatini tanshab turishini umid qilamiz. Benormal alomatlarni bayqagan kasbiy xodimlardan yordam so'rash kerak. Filmimizni oxirlashdan burun men bu filmning ostida ko'rgan haqiqiy xomishlik kasalligiga giribtor bo'lgan to'rdoshlarning mushu filmning ostiga yozgan bundaq bir necha inkosini tarjim qildim. Men shunimi sizlarga sunsam, film ostidagi Yujogungmin degan to'rdoshimiz bundoq deydi. Menmo og'ir darajadagi taq yo'nalish ro'y xarakterli xomishlik kasalligi bemori edim. Eng oxirgi vaqtlarimda karvatdan turishga mag'durim yetmaydi. O'zimni qandaqdir ko'rinmas besim ostida qolgandek, qimirlayolmaydigandek his qilatdim. Ta'limga dori orqali o'ngishib oldim. Shunga o'zimning shu vaqtdagi hissiyotimni o'rtoqlashib boqmoqchi. Birinchi, hech qanday xushallik kayfiyatni his qilolmaydim. Mayli jismoniy jihatdimi, bemorlarda rostilla hech qanday tuyg'u bo'lmaydi ekan. Ikkinchi, butun dunyo bilan munosabatim uzilgandek his qilatdim.
hech qanday şey ishonchimga arzimaydi deb qaraydim. 3-chi, kallamdan nimishqa o'libli qutulmaysan deb bir ovoz to'xtamay o'zimni o'lib olishga zaxmlantirish quturtatdi. 4-chi, dori yeyishga qarshi edim. Yemaklik yoki suvdimmi hech zo'q ololmaydim. Tamoq yeyishga qilchi ishtoyim yo'qdi. Hamda qanday qilib saqayganimni so'zlab beray. Foydalanishga berildi. Doktor ko'rsatmasini asos qilinglar dedi. Birinchi, aqliy takabbur qilishni o'rgandim. Hissi hayajonini cho'rvatdim. Ikkinchi, behuda his tuyg'ularni tashvatdim. Kayfiyat davolg'ishi sababli nachar oqibat yuz berishdan saqlandim. Uchinchi, o'zimni to'g'ri tonidim. O'zimga bo'lgan ziyoda tunishlarni tashlavatdim. Uning ostidan yana bir More degan to'rdishimiz bunday deydi. Bir bemor bo'lish sifatim bilan menmo bir qancha nuqtani so'zlab o'tay. Birinchi, dori faqatla qo'shimcha rol o'ynaydi. Saqish uchun yalna o'zingizga tayinsiz. Ikkinchi, romanlardagidek bir kimning maydonga chiqib sizni qutqizishini kutmang. Hech kimning har vaqt qaqshashlaringizni anglab o'tirish majburiyati yo'q. Sizga kerakki sizni qarong'idan boshlab chiqa oladigan odam yo'lanchiq emas. Uchinchi, bu kasalda bemorning qayosh emas. Amal bo'lsa, o'xshash bemorlar hargiz to'plashmanglar. Bu ustida munozir qilmanglar. Chunki haqiqatan bir-biriga ta'sir etadi. To'rtinchisi bo'lsa, hargiz o'zingizni tashlatmang. Lamushung degan to'rdashmi deydi. Menmi bir og'ir darajadagi xomishlik kasali bemori edim. Ilgari o'lib olishga urinib baqqan, o'zimni yarlandirib baqqan, teramni titmi qilayotgan, uydan chiqib ketgan. Bu yil 3-oyda diagnoz qo'yilgandan tartib hozirgacha dori yeb kontrol qilyapman. Sababiga kelsak, oilam bor, pulimmi bor, zimmamda mas'uliyatimmi ham bor. Biroq mening hammadan biroqla qutulib ketgim keldi. Hech bir azob yoki tashvishga qolmasam-kan deb o'yladim. 2 qatim doktorxonada yotdim. Bir qatim og'ir darajadagi xomishlik kasali bilan. Yana bir qatim topdagi do'stlarning xabar qilmay ketib qolish sababli g'idiqlashib uchrab. Shunga hozir xomishlik kasali bor yoki yo'q do'stlarga demoqchi bo'lganim, xomishlik kasali 2-3 jumla gap bilan rag'batlantirishla saqib ketadigan kasal emas. Buningda bemor teg'imi xomishlashib ketadi. Chunki buningda bemor o'zini normal kishilar bilan farqliqdek, jamiyatdan tashlanib qolgandek, texmo mahkum holatga kirib qoladi. Natijada xomishlikka eg'rilishidi. Eng yaxshi davolash usuli dori yeyish, oiladagilarning ko'nishi, badan cheniqtirish. Buningda bir jihatdan hissiyot cho'nqirlashsa, bir tarafdan harakat orqali badanda dopamin quyib berildi. Buning xomishlikni cheklash roli do'rdimi kuchli. Og'ir darajadagi xomishlik bemorlari hargiz yolg'iz ermak boqmang. Chunki og'ir darajadagi xomishlik bemorlarining o'lib olish istagi nihoyatda zo'r edi. Bunday chaqda o'zini o'ltirib olishga qo'l bormay qolsa, ishni avval ermakdan boshlaydi. Ondan oiladagilarni, oxirida o'zini o'ltirib olishi mumkin. Natijada menga to'ldirib vaqtsiz yallar kelib chiqadi. Endi Saqay qildi ekan u. Shunami? Saqay qildi. O'z tirishsiz saqay qildi ekan. Endi bayatim shu xomishlik kasali to'g'risida bir qo'l başdan oxiri tushunchaga ega bo'ldik. Endi mening yana boshqa materiallarni ko'rib azroq do'stlarga deydiganim, tushkunlik hargizmi xomishlik kasali emas. Xomishlik kasalining diagnozi to'g'risida shu muntazam doktorxonalarda nihoyatda mukammal bo'lgan, kasbiy bo'lgan, nechqur siz ishlaydigan savollar bor. Shu savollarni ishlab bo'lgandan keyin, uning keyin yana boshqa tekshirishlarni qilgandan keyin universal nuqtadan chiqish qilib, ondan diagnoz qo'ydi. Shunlashqa bu odatdagi ro'y tushkunlik yoki xafa bo'lib qolish hargizmi yeyujang, ya'ni shu xomishlik kasali emas. Ya'ni ba'zi bir shu yosh o'smirlarda xomishlik kasalidan faxrlanadigan mana bir g'alati psixikasi bor. Men yeyujang deb shu romanlardagi malikalarga erishmaydigan shahzodalarga erishmaydigan malikalardek o'zini ashta his qilib, bu xomishlik kasali bo'lgan bir xil cho'qinish tuyg'usi paydo bo'lib qoladi. Men yeyujang deb ajab oqsabimni, ajab paytol ham degan menda xato qarash paydo bo'ldi. Uningdan sirt boy degandek xomishlik kasali, haqiqiy xomishlik kasaliga giribtor bo'lganlar butun dunyodan boshqasi ayrilib ketgandek his qildi. Agar ular shu g'ayrat kelib, men mushta xomishlik kasali deb qolsa, balkim bu xomishlik kasalini dastlab qilayotgan bo'lishi mumkin deb hargiz unday qilish bo'lmaydi. Chunki biz ko'ngil bo'lmagandan keyin ularning eng oxirgi tanlash yo'li yüzünü öldürüş oldu. Şonlaşqa xomishlik kasali mayli haqiqiy bo'lganlar bo'lsin, mayli yolg'ondan bo'lib olganlar bo'lsin va yoki bo'g'isi bala, andaq ta'tir psixikadiklar bo'lsin, agar mencha bo'lsa kimdirlar men xomishlik kasaliga giribtor bo'libman deganni anlasak, mayli u qandaq bo'lsin, mencha bo'lsa ko'proq ko'ngil bo'lib qo'ysak, mencha nurg'un ziyonlardan, nurg'un ko'ngil g'anishdan qutulalaymiz deb o'ylayman. Bu bizning yangi nomerimiz. Shuningdek, jingi basadigan, basmaydigan gaplarni o'lchamlik tarjima qilib ko'pchilikka sunamiz. Bizga ergashib olsanglar, bizga yurak bersanglar, jon faqib qo'ysanglar, dengizdan qilib qo'ysanglar, bu bizga nihoyatda zo'r yordam tegadi. Undaqda kelasi sanda ko'rishaylik. Xayr.